Ishda va uyda ishlar ko'p bo'lsa, kuch-quvvat ham ko'proq kerak bo'ladi. Ba'zida men hammasiga ulgurmay qolaman. Mildranat esa mening ish qobiliyatim, aqliy faoliyatim va jismoniy tayyorgarligim barchasini oshirishga yordam beradi. Mildranat mening kuch-quvvatim yordamchisi va men hamma narsaga ulguraman. Mildranat, men buni qila olaman. Bugungi videoda har bitta urilgan penalti uchun 10 mingdan beraman. Bo'lmasam qani, ketdi. Bugungi o'yinda qoidalar juda oddiy. Har bitta urilgan penalti uchun 10 mingdan beraman. Lekin kim gol ura olmasa shu zahotda chiqib ketadi. Oxirida faqat eng ko'p gol urgan hamma pulni yutib oladi. Polyani o'zidan 8 ta ishtirokchi tanlab oldik. Bo'lmasam tanishing. Hozir 8 kishi qatnashyapti. Kim birinchi boshlashini Dondo'zikidan aniqlab olamiz. Sababi birinchi boshlagan odamga juda qiyin bo'ladi. Smela 100 turaman deyaptilar, endi ko'ramiz mana. Ismingiz? Abdulbosit. Men keldingiz? Ketamiz. Kimsiz aka? Muhammad Solih aka. Muhammad Shu tiylan ajali bo'laman. Nechinchisiz? 2008. Yo'q, tuvayu. Gapirmaymizmi? Ya. Uverina dedi. Qatga? Chapga. Kabul. O'rniga qarab. Nima bo'pti? Aka razminka bu. Onlayn fora. Hali seyfli bo'ladi. Endi boshlaymiz. Bo'ladi, seyfli. Bo'ldi. Bu aratar bolalarga shans beryapti. Hozir bittada qaytarib qo'ysa, o'yinda hech kim qolmaydi, to'g'rimi? Shuni o'yladim. Baratarga priz bor? Yo'q. Ha? O'charkan. Kelishuv bo'ldi, ololmadingiz aka. Qanaqa kelishuv? Kim? Sir. Soqqa qo'ssizlarmi? Uyalbiysizlarmi? Tursiz, Mana shunaqa sizlarni O'zbekiston futboli rivojlanmayapti, soqqa kallarni, va tanish bilish. Ha? Tanish bilishsiz O'zbekistonni yurib bo'lmaydi. Oh, vallahi. Mashmala pizza rekka chiqar. Gapirmaysizmi? Hey! Telefon arkamu. Gapirmaysizmi siz? Gapiraman. Rasmi? Xohlasa, mushga nariyoqqa o'tishga, aniqlik turish kerak. Bitta bana. Korrupsioner. Harakat qilindi. Ko'rdingiz? Bo'ptiradi. Gapirmaysizmi? Uraman bo'ldi. Urasizmi? Bo'l. Ya nimaga? Qo'llanit ekan, normallikni totib. Bizni o'zbek futbol bahonasi. Qo'llanit ekan. Bu uzunlik qildi. Koptonit ekan, nima bo'ladi endi? Mana shunaqada. 100% gol. 100% mi? Toshnami? 100 talik. Faiz gol. 100% mi? Toshnami? 100 talik. Aka deb pishi bilayapti. Nega? Kevu tavri turibdi. Ko'ryapsizmi? 186. Gol. Gol. 100%. O'qbular. Avra 186. Bo'ldi. Okamni hurmat qilaman. Balla. Bo'lmasam aka, mana sekin o'chib tashlaysiz, oddiy ham. Paxtakormi? Kamandani qilib qo'yasiz. Voy. Qattiq gap bo'ldi. Kim aka? Avra! Qarindoshim. Majlis qilib tashladinglar, bo'ldi? Tepishtonli. Nima bo'ldi hozir? Shtanga deb bashirist dedim deyman-da, qattiq majlis bo'ldi o'ringlarda. Такой скромный, gapirib skromno chiqib ketdingiz. O, bir qop avra. Begona edi dosh. Begona. Tanimsizlarmi? Begona. Hozir mashitdik tanish.
Bo'ldi, to'sish kerak. Bizada keyingi bosqichga 5 ta bola o'tdi. Janobi bo'ylari uzun. Demissera, bate bunda, demissera. Salfetka yo salafan deyiladi maqala. Takomda o'chib ketdi, nima ba xoli? Спокойно, на уровне, легко. Avra, nima bo'ldi? Kimdir uchish kerak, ha? Qadarkan olish kerak, to'g'rimi? Skramniyaga. Nima qilamiz bu? Voy. Mana shu bola tili shirin ekan, tushib qoldi. Gapirtirmayaptilar mani do'st. O'zi nima deb o'ylaysiz? Bo'ladi-ku o'ziga ishonch. Bormi o'sha ishonch? Bo'ldi, eng kerak bo'lsa bo'ldi. Hoppa. Toshnami? Balandroq gapirish iloji yo'q boboda? Spokойно, uramiz ketamiz. Balandroq gapirish iloji yo'q? Yo'q. Bitta damiz oling. Hali hammani qaytariladi. Voy. Aloni akam qo'yib yuboraman dedi, qaytarib qo'yadi. Gap yo'q, birinchi gapiradi. O'sha gap, a? Formamizni men olar ekanman endi o'zimga. Xudo xohlasa. Hammasini qaytarish kerakmi? Malades, o'g'iz o'tiryapti, qaytarib ekanligini qo'y. Bola mana 3 ta bola qoldi. Bir-biridan kuchli bola, bir-biridan chiroyli. Ikkitadan ikkita urdik, xudo xohlasa, uchinchisiga ham harakat qilishga. Ikkitadan ikki turda uch ham uraman deyapti. Vartar cho't deyapti. Boshidan ishonch bildirdim. Keyin qo'shilmayman deganda, qo'shilish kerak dedim. Xudo xohlasa ishonch so'q. Nima ya'ni shu. Presta atenção, olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Men nima qilyapsiz hozir? Operator aldashmaydi. Operator nima qildi? Kam gap inson. Johnny Sobs. Nima bo'pti? Bu endi cho'l chiqish kerak. Chiqish kerak, tugatish kerak menimcha. Tugatdingmi? Uchta urildi, uchta. To'rtinchisiga harakat endi. Qarmikan? Xudo xohlasa. Vai tomar só rajadão. Vai tomar só rajadão. To'xtatamiz, bo'ldi. Yetadi. Qanaqa olib chiqdi? Ko'rdingizmi? Yaxshi ketdi lekin. Nima deysiz? G'arablar yaxshi ekan. Bilmayman. Yerda otilganda otilyapti-yu. Sizdan bir unaqa bolaga o'xshamaydi-da. Yo'q. Aka hozir qo'yib bering, hozir uraman. Prosta uraman. Yo'q, urishayapman, so'kishyapmanmi? Aka unaqa qo'yib. Upa, videoni o'chirdi dedi, lekin o'chmagan. Video Aka qarzing ketib turadi-yu. Aka nima, yaxshi bola ekansan desiz yomon gapmi? Bilmadim nima deyilgan. Men bilasan, qo'l dedi, shunaqa dedi. Qo'slar. Dedimi? Balki. Voy bilmadim. Nega rasmni chiqarib qo'ymaysiz? Kameradan chiqib ketaverar ekan bu. Yo, bola kameradan qochyapti, cho'sizlar. Yana borish kerak, bundan qorish kerak, kuzatib. Voy bilan. Bu bola ham so'kinmasa ham qizab ekanda. Men bola yaxshi bola o'zi aslida. Yo'q, gapsan. 5-penaltini 5-chi uraman deyapti. Hammasini chapib ketdim hozir. Hammasi chapib ketdimi hozir? 10 ga tepish vaqti keldimi? O'qitinglar gap to'g'ri bo'ladi har doim. Men o'zim gapirib qo'yay. Bola hozir 5-dan 5-chi urmoqchiman, xudo xolisa gol bo'ladi.
мне в 6 утра. Fotografia твоя. YouTube bo'ldim o'zi qiziq qolmadi. No shu bolaga hozir qanday ko'raman. Qarab tur. Sizlar nariroq tursizlar? Prosta muxlislar bo'lamiz, so'ramadik. Hamma chapga degan chapga ketdik. To'xtab ketdilar. Chiqib oldilar. Ko'rdinglar. Hammanigini olib chiqdim. Hammanikini olib. O'zi ma'no nima? Oq balkim qora bo'lib, qora oq bo'lib chiqsa-chi. Ma'nosiz bo'lib, ma'nosiz ma'no bo'lib chiqsa-chi. Bugungi challengeimiz g'olibi Timur bo'ldi. Shunaqa videolar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, keyingi challengelarni qatga borib olaylik. Izohlarda yozib qoldiringlar. O'rtoqlar, videoimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska tashlash esdan chiqmasin. Keyingi videoda ko'rishguncha